Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafaati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 167-hadis. Ummu Atiya roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam qizlarini yuvish xususida g'assol ayollarga o'ng tarafdan va tahoratda yuviladigan joylardan boshlanglar dedilar. 4-kitob 168-hadis. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam poyabzal kiyishda, soch soqol tarashlashda, tahoratda barcha ishlarida o'ng tomondan boshlashni yoqtirar edilar.